Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan xonanda Nigoraning navbatdagi surati muhokamalarga sabab bo'ldi. Ertalabdan go'zallashishga keldim deb nomlangan bu suratda xonanda go'zallik salonida oyoqlari barmoqlarini pedikyur qilayotganini aks etgan. Ushbu surat Nigoraning muxlislarining g'azabini keltirdi. Aksariyat internet foydalanuvchilar aynan mazkur surat tufayli xonandaga bo'lgan hurmati yo'qolganini yozib, bunday suratlar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga joylashishiga salbiy munosabat bildirishgan. Xonanda tanqidiy fikrlarga javob berishni istamadi va bir muddatdan so'ng mazkur suratni sahifasidan o'chirib tashladi.